Muaz ibn Jabal roziyallohu anhudan rivoyat qilindiki, men payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning keyniga minib olgan edim. Aramizda faqat to'qimning ar tarafila bor edi. Payg'ambarimiz: "Ey Muaz!" dedi. Men: "Xo'sh, ey Allohning elchisi, hozirman" dedim. Bir oz mang'andan keyin yana payg'ambarimiz: "Ey Muaz!" dedi. Men: "Xo'sh, ey Allohning elchisi, hozirman" dedim. Bir oz mang'andan keyin yana payg'ambarimiz: "Ey Muaz!" dedi. Men: "Xo'sh, ey Allohning elchisi, hozirman" dedim. Payg'ambarimiz: "Allohning bandalaridagi haqqi nima, bilamsan?" dedi. Men: "Alloh va Allohning rasuli yaxshi biladi" dedim. Payg'ambarimiz: "Allohning bandalaridagi haqqi Allohga hech narsani shirk qilmay ibodat qilish" dedi. Bir oz mang'andan keyin yana payg'ambarimiz: "Ey Muaz!" dedi. Men: "Xo'sh, ey Allohning elchisi, hozirman" dedim. Payg'ambarimiz: "Bandalar yuqorqidek qilsa, bandalarning Alloh ustidagi haqqi nima, bilamsan?" dedi. Men: "Alloh va Allohning rasuli yaxshi biladi" dedim. Payg'ambarimiz: "Bandalarning Alloh ustidagi haqqi ularni azoplamaslik" dedi. Buxoriy va Muslim to'plagan.